بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bolalar tarbiyasida ba'zi bir muhim bo'lgan narsalarga tanbeh berib ketmoqchiman. Bu narsa bolalarning salohiyatida o'ta katta muhim rol o'ynaydi. Buni biz ko'p aytib kelyapmiz, lekin baribir ba'zi odamlar, ba'zi taliblar bunga e'tiborsiz bo'lishyapti. Birodarlar, bu qo'yilayotgan, bu kanallarda qo'yilayotgan darslar, bu asarlar faqatgina eshitib qo'yish yo o'qib qo'yish uchun emas, amal qilishlik uchun. Eng birinchi narsa, uni siz o'qib, o'rganib amal qiling. Oilangizga o'rgating, bola chaqangizga o'rgating. Bizda amal bo'lmasa, o'zimiz ustimizda hujjat ko'paytiryapmiz, xolos. Shuning uchun Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytardi: Qur'on o'qigan kimsa bilan aldanib qolmanglar dedi. Albatta u bir gapiriladigan kalom, biroq unga amal qilayotgan kimsaga qaranglar dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'onga amal qilmagan kishi zinhor Qur'on o'qimabdi dedi. Tobi'i Abu Muslim Havlani rahimahulloh aytadi: Olimlar 3 ta dedi. Ilmi bilan yashagan va odamlar ham u bilan birga uning ilmi bilan yashashgan dedi. Ya'ni ilm o'qib o'zi amal qilgan, odamlar ham uni o'qib, undan eshitib, ular ham amal qilishgan dedi. Yana bir olim ilmi bilan yashagan, biroq u bilan birga o'zidan boshqa birontasi uni ilmi bilan yashamagan. O'zi ilmiga amal qilgan, boshqaga aytgan, lekin atrofda hech kim unga amal qilmagan. Uchinchisi, odamlar uni ilmi bilan yashashgan, u esa o'zini halok qilgan dedi. Ya'ni olim o'zi amal qilmagan, odamlar esa unga amal qilgan. Fudayl ibn Iyod rahimahulloh aytadi: Olim toki ilmiga amal qilmas ekan, u johil bo'yicha qoladi dedi. Siz bir narsani o'rgandingizmi, siz olimsiz. Shuni hukmini bildingiz. Shunga amal qilmasa, endi u johil u. Yana shu kishi aytadi: Albatta ilmdan amal iroda qilinadi dedi. Ilm amalning dalilidir dedi. Imom Malik rahimahulloh aytadi: Talib ilm uchun viqor, sakinat, ya'ni og'ir bosiqlik, qo'rquv bo'lishligi va o'zidan oldingilarning asarlariga ergashuvchi bo'lishligi vojibdir dedi. Bu haqida kelgan asarlarni o'qiydigan bo'lsak, sutkalab o'tirib ham tugata olmaymiz. Nima demoqchiman? Demoqchi bo'lgan gapim shuki, har bir narsada o'zimizdan oldingilarga, salaflarga ergashishlikni lozim tutishimiz kerak. Mana salaflarning asarlarini, ularning hayotlarini, ularni har bir hayot jabhasidagi ko'rinishlarini qo'ldan kelganicha bayon qilib boryapmiz. Nima uchun? Mana shularni izidan borishlik uchun. Biz izma-iz bularga ergashmas ekanmiz, zinhor najot topmaymiz. Hayotning har bir jabhasida bu farzand tarbiyasi juda katta mas'uliyatli ish bu. Agar mana shunda biz salaflarga ergashmasak, juda katta xato qilgan bo'lamiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam yosh bolalar bilan qanday muomalada bo'lgan? Bir kun Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'ynab yurgan yosh bolalarning oldidan o'tib qolib, ularga assalomu alaykum ya sibyan dedi. Ey bolachalar dedi, assalomu alaykum dedi, salom berdi ularga. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: Nabiy sallallohu alayhi vasallam yosh bolalarning oldidan o'tib ularga salom berdi dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday qilar edi dedi. Baro radhiyallohu anhu aytadi: Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim dedi. Hasan ibn Ali'ni yelkasiga olib, Allohumma inni uhibbuhu fa ahibbahu derdi. Allohim, men buni yaxshi ko'raman, sen ham buni yaxshi ko'rgin deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun Hasan ibn Ali'ni o'pdi. Nevarasi Ali radhiyallohu anhuning o'g'lini o'pdilar. U kishining oldida Aqra ibn Hobis at-Tamimi o'tirgan edi. Shunda Aqra shuni ko'rib turib, meni 10 ta bolam bor dedi. Bulardan birontasini o'pmaganman dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday qaradi-da, "Man lam yarham la yurham" dedi. Kim rahim qilmasa rahim qilinmaydi dedi. Usoma ibn Zayd radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: Nabiy sollallohu alayhi vasallam meni va Hasanni qo'llariga olib, Allohim bu ikkisini yaxshi ko'rgin, chunki men bu ikkisini yaxshi ko'raman derdi dedi. Hijratdan 7 yil oldin tug'ilgan bu sahobiy. Otasi Zayd ibn Horisa bilan birga islom keltirgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bularning haqlarini ham
boshqa birovga bermagan. Haqqini o'z o'rniga qo'ygan. Sa'd ibn Sal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan asarda shunday deb keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir qadahni olib kelindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundan ichdilar. O'ng tomonida qavmning eng kichkinasi bo'lgan bir yosh bola turuvdi. Chap tomonida yoshi katta oqsoqollar turuvdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam sunnat bo'yicha o'ng tomondagiga berish kerak edi. O'ng tomonda turgan yosh boladan so'rayapti. Mana bu oqsoqollarga bersam maylimi? Izn berasanmi deb. Shunda haligi bola, "Ya Rasululloh, sizdan bo'lgan nasibamni men birontasiga bermayman. Birontasini men ortiq ko'rmayman" dedi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam unga berdi dedi. Oldin kattalar ichadi, yosh bolalar keyin ichadi degani yo'q. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hatto farzandlar orasida ham adolatli bo'lishlikka buyurgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'p bolalaridan bitta bolasiga bir mol bergan kishiga boshqalariga bermasdan faqat bitta bolasiga bergan kishiga nima dedi? Sen boshqa bolalaringga ham berdingmi dedi. Hali kishi yo'q dedi. Allohdan qo'rqinglar dedi. Ittaqulloh va adilu fi auladikum dedi. Allohdan qo'rqinglar. Bolalaringizda adolatli bo'linglar dedi. Abu Qatoda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan asarda keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umoma nevarasi Umomani, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizi Zaynabni qizi bo'lgan. Abul Osni qizi ya'ni. Shuni ko'tarib namoz o'qirdi dedi. Sajda qilganda yerga qo'yib qo'yardi dedi. Turganda yana ko'tarib olardi dedi. Yosh bolalarga qanchalik Nabiy sollallohu alayhi vasallam mehribon bo'lgan. Olib turma bolangni, men namoz o'qib olay, menga xalaqit qilyapti demagan. Namozida ko'tarib olib namoz o'qigan. Anas radhiyallohu anhu aytadi. Meni Abu Umayr deb nomlangan bir kichkina ukam bor edi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biznikiga kelib qoldi bir kun dedi. Hali ukamni qafasda boqib yuradigan qushi o'lib qolgan edi dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi xafa bo'lib turgan bolani xafagarchiligini ketkazishlik uchun "Ya Abu Umayr, ma fa'ala Nug'ayr" dedi. "Ey Abu Umayr, bu Nug'ayrga nima bo'ldi?" deb yosh bolaga go'yo tasalli bergandek menda bu so'zlarni aytdilar. Nug'ayr bu ya'ni kichkina qush. Anas ibn Malik, Abdulloh ibn Amr va Ibn Abbos radhiyallohu anhulardan rivoyat qilingan sahih hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Laysa minna man lam yarham saghirana va yuwaqqir kabirana." Kichiklarimizga rahim qilmagan kimsa, kattalarimizni hurmat qilmagan kimsa bizdan emas dedi. Ya'ni bizi yo'limizda emas u. Bizi sunnatimizda emas u. Kim bizi kichiklarimizga rahim qilmasa, ya'ni uning haqqini bermasa, muloyimlik, yumshoqlik, mehr, shafqat, kichiklar esa kattalarni ta'zim, ikrom, shunga o'xshagan haqlarini bermasa, bu bizi yo'limizda emas bu dedi. Bolalarga Qur'on yodlatishlikda, ilm o'rgatishlikda biz o'ylaymizki, ularni qo'rqitib olsak, yaxshi dars qiladi, yaxshi ilm o'rganadi, yaxshi Qur'on yodlaydi deb. Yo'q. Mana shu fikr juda katta xato fikr. Yillab jahmiylar madrasalari bizga mana shu fikrni ongimizga o'rnashtirib qo'ydi. Ota uyida bolalari undan qo'rqib turishligini mana shu tarbiya deb o'ylaydi. Madrasadagi mudarris o'quvchilar undan haybatlanib turishligini shu tarbiya deb o'ylaydi. Bu salaflar manhaji emas bu. Siz bolani aqli bilan kiring. Ali radhiyallohu anhu ning bir so'zi bor. Kallimun nasa biqadri uqulihim. Odamlarga aqllari miqdoricha gapiringlar dedi. Yosh bolaga yosh bola bo'ling siz ham. Ya'ni uni tushunadigan miqdorda qilib gapiring va toqatidan oshiqcha narsani unga yuklamang. Bola bilan bola bo'ling. Ya'ni uni o'zini tilida gaplashing u bilan. Xoh siz mudarris bo'lasizmi, xoh uni otasi bo'lasizmi, sizni ko'rganda bir bahaybat maxluqni ko'rganda qo'rqib turmasin. Eng yaxshi ko'rgan narsasini ko'rganda bola qanday xursand bo'ladi? Sizni ko'rganda shunaqa xursand bo'lsin. Ko'proq gaplarimni bugungi kundagi madrasa mudarrislarga qaratmoqchiman. Bundan ota-onalar ham o'z
ulushini, o'z hissasini olib oladi. Hozirgacha ba'zi madrasalarda bolalarni kaltaklab tarbiyalash, kaltaklab o'qitishlik davom etyapti. Shuni yaxshi uslub deb o'ylashyapti. Yo'q. Bu ahli sunna uslubi emas bu. Bu jahmiylar, murjiyalar uslubi bu. Biz ularga taqlid qilmaymiz. Biz salaflar yo'liga, salaflar iziga taqlid qilamiz. Bolani urishlik bu oldin ham aytganimizdek eng oxirgi chora bu. Ya'ni qachon? Masalan, bola ota-onaga itoat qilmayapti, o'ta sho'x yoki mudarrisga itoat qilmayapti, o'qituvchiga. Umuman dars o'qimayapti. To'polonchi nihoyatda. Unga tushuntirasiz, aytasiz, yo'q, hech gapingizga kirmaydi. Mana shu holatda oxirgi chorada, oxirgi qo'llanadigan narsa kaltak. Unda ham salaflar nima deyapti? 3 tadan ziyoda bo'lmasin. O ketmon sopi bilan ursin deyotgani yo'q. Yo ot qamchi bilan ursin deyotgani yo'q. Xivich bilan, nozik bitta xivich bilan 3 bor. Biron bir joyi ko'karmasin, biron bir joyi og'rimasin. Agar 3 tadan ko'paytirib olsa, u muallimdan, mudarrisdan qasos olinadi deyapti. Bolalarni yodlash qobiliyati, zehni har xil bo'ladi. Kimdir ko'proq yodlaydi, kimdir ozroq yodlaydi. Bir kunda 10 ta bolaga, misol uchun bir sinfda 10 ta bola bo'lsa, hammasiga bir xil vazifani berib, aytaylik, kuniga bir betdan Qur'on yodlaysan, hammang shart deb ularga hammasiga yuklab qo'yishlik bu to'g'ri emas. Qaysidir bola zehni kuchli bo'ladi, bir kunda yodlaydi bir betni. Lekin qaysidir bola uni ko'tara olmaydi. Yarim bet yodlaydi. Kimdir 4 qator yodlaydi. Muhimi bola yodlayaptimi? 4 qator bo'lsa ham, 6 qator bo'lsa ham yodlayaptimi? Demak, bola ilm olyapti. Biz bolalarni ilmga muhabbatli qilib, ustozga, kattalarga, ota-onaga muhabbatli qilib o'stirishimiz kerak. Bola ota-ona bilan, o'qituvchilari bilan bemalol, tortinmasdan ichidagi bor dardini aytib gaplashadigan bo'lishlik kerak. Ulardan qo'rqib, cho'chib turish kerak emas. Bir bolaga bir bet Qur'onni bersangiz, bir kunda uni yodlay olmasa, kechgacha o'tirib uni harakat qilyapti, yodlay olmadi uni. Uni urishga haqqingiz yo'q uni siz. Nima sababdan urasiz? Qani dalil bunga? Salaflar shunday qildimi? Kimi yo'lidasiz siz? Yana qayta aytaman. Bolalarni ta'lim olishligida kaltaklash bu eng yaxshi uslub deb o'ylagan odam juda katta xato qiladi va osiy bo'ladi bu. Bu bizni tajribamizda ham o'tdi. Shaxsan men o'zim yoshligimda, 13 yoshimda Andijonga borib madrasada o'qiganman. 18 yoshimda shu madrasani bitganman. Diplom olib bitganmiz 18 yoshimizda. Bizi domlamiz nihoyatda qattiq qo'ladi. Ketmonni sopi bilan urardi. Bu 95-yillarni men gapirib beryapman hozir. 98-yili bitganmiz. Madrasani bitirgan vaqtimizda bizi sinfda 60 ta boladan 20 ta bola qolgan edi. 40 tasi kaltakka chiday olmasdan qochib ketgan. Mana 25 yil bo'ptiki, bu kaltak zarbalari haligacha esimizdan chiqqani yo'q. Chunki bu bolani ruhiyatiga ta'sir qiladi. Qush inida ko'rganini qiladi degandek, biz ham keyin bolalarni o'qitib, madrasalarda mana shu o'zimiz o'rgangandek bolalarni kaltaklab, vaqti kelganda shu kaltak bu eng yaxshi uslub bu deb o'ylab, shunday uslublarda bolalarni o'qitdik. Lekin bu hech qanaqa samara bergani yo'q. Yana qayta aytaman, bu jahmiylar uslubi bu. Bu murjiya, shu mushriklar uslubi. Salaflar yo'li emas ekan bu. Endilikda bilsak, demak biz ta'lim yo'lida bolalarni, farzandlarni tarbiyasi yo'lida ko'p xatoliklarga yo'l qo'ygan ekanmiz. Bu yosh bolachalar, ular nihollar, o'sib kelayotgan ko'chatlar ekan. Bular din ko'chatlari ekan. Inshaalloh biz bularni salaflar manhaji bilan tarbiya qilib borsak, bulardan ilmiga amal qiladigan katta-katta olimlar chiqadi kelajakda. Mudarrislarga yana aytamanki,
Bolalarni o'z holiga qo'ying. Bolalarni majburlamang. Toqatidan oshiqcha narsani yuklamang. Ovqatini vaqtida bering. O'yin uchun alohida vaqt ajrating, chunki ular yosh bolalar. Ular o'ynaydi. Shu bilan birga o'qiydi. Oz-ozdan o'rgansa ham, oz-ozdan yodlasa ham muhimi yodlayaptimi? Shunga harakat qilyaptimi? Vaqtini bekor o'tkazmayaptimi? Demak, biz yutuqdamiz. Ular bizning dinimizning kelajagi. Ular bilan Alloh taolo kelajakda dinni quvvatlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganidek, Alloh taolo bu dinda shunday ko'chatlarni ekishlikda bardavom bo'ladiki, dinni ular bilan quvvatlaydi dedi. Ular bugun kichiklaringizdir. Ular tezda sizlardan so'ng kattalar bo'lishga dedi. Siz ham kecha, biz ham kecha yosh bola edik. Bugun katta bo'ldik. Ular ham ertaga katta bo'lishadi. Sizga nafrat bilan ulg'aymasin bola. Uni bezdirib qo'ymang. Yoshligidan unga ko'p narsalarni yuklab, yodlay olmasa urib, kaltaklab, o'yindan mahrum qilib, kerak bo'lsa uyqudan ham mahrum qilib, bolani ruhini sindirmang. Mudarris, ustoz o'quvchilarga nisbatan muhabbatli bo'lish kerak. Ularni yaxshi ko'rishlik kerak. O'quvchilar ham ustozni yaxshi ko'rishlik kerak. Mana shunda ilm bo'ladi. Bu din xolis Allohniki ekanligini, bu xolis Alloh uchun o'rganishligini, bu ibodatlar xolis Alloh uchun qilinishligini yoshligidan ularning qalblariga biz singdirib borishligimiz kerak. Ular din mohiyatini tushunsin yoshligidan. Nima uchun ilm olayotganligini tushunsin. Olayotgan ilmini muhabbat bilan qiziqib o'rgansin. Birovdan qo'rqib, kalta yeyishlikdan qo'rqib, so'kish eshitishdan qo'rqib emas. Balki mana shu ilmni o'rgansam, men Allohni tanirkanman. Bu ibodat ekan. Alloh va Rasuli shuni buyurgan ekan deb ixlos bilan, muhabbat bilan ilm olsin. Haftada bir kun bolalarga dam berishlik kerak. Juma kuni dam qiling. Ko'chalarga chiqsin bola, o'ynasin. Hayvonot bog'lariga olib boring. Shu bilan birga ko'chada yurishlik odoblarini ham o'rgating. Nomahram ayollarga qaramaslikni, ularga ko'zi tushsa darhol ko'zini olib qochishlikni o'rgating. So'zimni qisqacha qilmoqchi edim, cho'zilib ketdi. Qisqasi, mana shu bolalarni madrasalarda urishlikni to'xtataylik. Salaflar yo'liga qaytdikmi, hamma jabhada qaytaylik. Nafsimizga yoqqan o'rinda qaytib, yoqmay qolgan o'rinda qaytmasak, bu bizni quruq da'vodan boshqa narsa bo'lmay qoladi bu. Jahmiylarga taqlid qilmaylik. Mayli jahmiylar madrasalarida qanday uslubda o'qitsin, bu o'zlarining ishi. Bizi yo'limiz bor. Bizi salaflarimiz bor, alhamdulillah. Salaflarimizning boshchisi Nabiy sallallohu alayhi vasallam va u zotdan keyin ashoblar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar va ularga mana shu kungacha yaxshilik bilan sunnat ustida ergashib kelayotgan insonlar. Alloh taolo bularning barchasidan rozi bo'lsin. Alloh bizga bu ne'matni berganligiga kecha-yu kunduz shukrlar qilishligimiz, o'lmasimizdan turib haq yo'lni bildirib qo'yganligiga hamdlar aytishimiz kerak. Ko'p yillar jahmiy bo'lib, murjiya bo'lib, zalolatni hidoyat deb o'ylab yurdik. Agar bundan bir ba'zi odamlar mustasno bo'lmasa, lekin aksarimizning ahvoli shunday bo'lgan edi. Allohga hamdlar bo'lsinki, mana bu zalolatdan keyin bizga hidoyatni berdi. Juda ham ko'p xatolarimizni bildik va bundan Allohga tavba qildik. Endi mana shu johiliyat davrida qo'ygan xatolarimizni takrorlamasligimiz kerak. Har bir ishimizda, har bir harakatimizda, har bir nafasimizda salaflarimizga ergashaylik. Bularning yo'liga zinhor xilof ish qilmaylik. Allohdan avvalo o'zimga va sizlarga taqvo qilishlikni vasiyat qilaman. Shariat hududlarini buzmaylik. So'zimning oxirida Hasan al-Basri rahimahullohning bir so'zini eslatmoqchiman. Ya ahla sunna dedi. Taraffaqu
rahimakumulloh fa innakum min aqallin nas dedi. Ey ahli sunnah, bir-biringizga mehr shafqatli bo'linglar. Alloh sizlarni rahim qilsin, chunki sizlar judayam ozchiliksizlar dedi. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alamin.